Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi taqdim etadi. Men Nuridinova Go'zal, kashtaga qiziqib kelaman 7 yil davomida. Tikib kelaman. Hozir sizlarga kashtani 3 ta asosiy qanaqa qilib tikishni ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib dastgohga mato tortiladi. Keyin kompozitsiya tanlanadi, ya'ni naqshlar tanlanadi. Naqshlarni iloji bo'lsa improvizatsiya qilib chizsa bo'ladi. Keyin asosiy olib chizib olamiz naqshimizni. Hozir chizayotgan naqshim bu qalampir guli bo'lib anorni ichiga joylashtirganmiz. Keyin unga rang tanlaymiz. Biz bu yerda och oxri rangdan foydalanamiz. Kashta tikayotganda bigizdan foydalanish kerak. Ilmoq chok yordamida kashtamiz tikiladi. Kashtamizni tugatganimizda chokimizni orqaga olamiz va tugib olamiz. Shunda bizda mamdaqa hosil bo'ladi. Har bitta naqshimizni yopib chiqamiz kashta bilan. Kashtani bitta tugish yo'li bor. Ishni tugatish uchun ipni olib orqaga o'tkazib olish kerak. Shunda kashta tugagan hisoblanadi. Men kashtani tikishni boshlagandan keyin sal dunyoga boshqacha qaraydigan bo'ldim, chunki kashtani faqat o'zim tikaman, bolalarga ham dars beraman, o'rgataman. Demak, mendan o'rganayotgan hunar ularga qanaqadir foyda keltirishdan men shundan xursand bo'laman. Chunki bu kashta davom etyapti, yengilliklar yaratyapmiz. Bolalar shundan xursand, o'ziga qanaqadir yengilliklar olishyapti. Keyinchalik ular ham o'z hayotida shu kashtadan agar birorta yengilliklar yaratib nimadir kashf etsa, men xursand bo'laman. Men kashta tikishdan zavq olaman. Xohlaymanki, har bitta inson qilayotgan ishidan zavq olishini. Endi navbat sizga. Iste'dodingni baham ko'r. Batafsil ma'lumot 3w.un.uz saytida.